Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan xabarlar kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda kimlarning pensiya miqdorlari oshirilishi mumkin xabardan to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Batafsil videoda. O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning pensiyasi oshirilishi mumkin. O'zbekistonda harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlarning pensiya miqdori oshirilishi mumkin. Bu haqida 7-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida birinchi o'qishda ko'rib chiqilgan harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasida so'z boradi. Mazkur qonun loyihasi bilan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini davlat pensiyalari bilan ta'minlashning huquqiy asoslari qonun bilan belgilash, ushbu pensiyani tayinlash shartlari, turli miqdorlari va tartibga oid normalarni takomillashtirish nazarda tutilgan. Xususan, harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiyaning bazaviy miqdorini aniqlashda ish haqqining hisobga olinadigan miqdori 75% dan 100% ga oshirish taklif etilgan. Shuningdek, pensiya tayinlashda asos bo'ladigan pensiyani hisoblash bazaviy miqdori 15 barobardan kelib chiqib hisoblash, amaliyot 12 barobaridan kelib chiqib belgilash ko'zda tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Mudofaa vazirligi ofitserlarga ko'p yillik xizmati uchun ustama miqdori 2 karra oshirilishi, shuningdek, kontrakt asosida xizmat qilayotgan oddiy askar va serjantlar oylik maoshi 10% ga ko'paytirilishi xabar qilingan edi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.